O'tgan safar uylarni generalniy уборка qilish uchun qizlarni chaqirtirgan edim. O'zi ham bir dunyo negativ SMSlar, "O'zingiz qilsangiz bo'lmaydimi? Qo'lingiz yo'qmi?" degan SMSlar kelgan edi. Bu safar o'zim yig'ishtiraman deb chiroyli ko'ylak pochchalarimni kiyib oldim. Kelinlik davrimda eslaydi. Va men yordamchi qurollarim Mama Znaytdan uy yig'ishtirish vositalarini zakaz qilib olgandim. Bir zumda yetkazib berishdi. Qizim erimga topshirib, uylarni bemalol yig'ishtirishni boshlab yubordim. Shu desanglar, perchatka kiyib ish qilishni juda ham yomon ko'raman, lekin bu vositalardan foydalanganda albatta perchatka kiyib ish qilish kerak. Bilasizlar, qizimga Mama Znayt tagliklari, vlajni salfetka, quruq salfetkalardan foydalanaman, lekin Mama Znaytda uy yig'ishtiradigan vositalardan birinchi marta foydalanishim, lekin menga juda ham yoqdi. Vanna tualetlarimni yarqiratib tozalab berdi. Hatto kir yuvadigan vositalarigacha bor ekan, kattalarning kiyimidan tortib yosh bolalarning kiyimini bemalol yuvargansizlar. Hidi menga juda ham yoqdi. Lekin uylarni, vanna tualetlarni yuvib bo'lgach, oxirida oshxonaga o'tdim. Oshxonani o'zi ham 1 soat yig'ishtiribman. O'zi har kuni idish tovoqlarni yuvganimdan keyin gazlarimni ham bir artib olaman, lekin shunda ham tez kir bo'lib ketadi. Har kun ovqat pishirganimiz uchun bo'lsa kerak. Mama Znaytda gaz yuvadigan vositalar juda ham zo'r ekan. Yog'larni bittada tushirib berdi, artishimga oson bo'ldi. Mana shu qozonimni azilitda ham tozalab ko'rgan edim, umuman bitta ham yordam bermadi, lekin Mama Znaytda qozon yuvadigan vositasi juda ham bomba ekan. Qaranglar, mana qozonimni qanaqa yangidek yarqiratib qo'ydi-ya. Generalniy уборка qilish uchun qizlarni chaqirdim deganimda negativ kommentariyalar juda ham ko'p bo'ldi, lekin yaxshi kommentariyalar ham bor. Meni tushunadigan odamlar ham bor ekan. Lekin to'g'risini aytsam, mana shunaqa generalniy уборкаlarga yordamchi qizlarni chaqirtirib qildirganimiz yaxshiroq deb o'ylayman. Oddiy uy ishlarini emas, generalniy уборкani aytayman. Mama Znaytda uy yig'ishtiradigan vositalarda uylarimni chini chiroyli qilib yig'ishtirib oldim. Menga bu vositalar juda ham yoqdi. Ishlatib ko'rishinglarni maslahat beraman.